Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Qudrat Uz kanalining obunachilari, chorvadorlar, sigir ishqibozlar va bo'g'oz ishqibozlar. Namangan viloyatining Qo'rg'on tumani Zarkan Chorva bozoridan inshaalloh sigirlarni qo'tarda videosi o'rnimizni boshladik. Chislamiz 2025-yil 25-noyabr hafta kuniga seshanba. Xudo xolasa bozorimizda ona bolaliklardan boshladik. Obuna bo'lishingizdan chiqazman. 10 ming tug'ilishimiz oz qoldi. Manzil lokatsiya Telegram Qudrat Uz loton harfida yozsangiz chiqadi. Qudrat Uz oxirga 1 qo'yasizlar. Boshladik. Aka savdosi qancha bo'ldi buni? Shvedda. 45 million. Bola buqa. Necha oylik bola? Bolasi 2,5 oylik. 2,5 oylik. 45 million so'm savdosi bo'ldi. Sutichi? 13 litr. Shov yo'q bo'ladi. Nechinchi bola bu? Birinchi bola, G'unajin. Mol yaxshi, sifati, unaqancha hozir qo'yilgan ham ikkinchisiga. Ikkinchisiga buqaga qo'yib ham qo'yishibdi, kamiga. Molja ozg'in, sifati yaxshi. Keyin uzun ekan ham, mol nisbatan uzun. Birinchisiga bo'g'ot tug'ib degan, ikkinchisiga buqaga qo'yib qo'yilgan. Hop, 45 million so'm savdosi bo'ldi, 13 litr usti bor. 4 kurakmi shunda? 4 kurak. Nomerlarni qoldirib qo'yaman, ehtiyot aloqaga chiqaverasizlar mana shu akaning ekan. Nomeringiz necha? Nomer qo'yib ketamizmi? Shart. Bo'ldi yo'q. Keyingisini ko'ramiz. Rahmat, charchamang ma'lumot uchun. Hop, endi keyingisini. Savdosi qancha bo'ldi buni aka? 31 million. Bolasi buqa. Shivi. Onasicha necha bola? Ikkinchi bola. Ikkinchi bola 6 kurak. Ikkinchi bola 6 kurak. Sutichi, suti. 6 litrga olishaversin. 6 litrga berilaveradi. Tushovi yo'q. 7-8 suti beradi. Tushovi yo'q. 7-8 ta suti bor, 6 litrga berilaveradi. Bola buqa. Yo'q, xudo xolasa ikkinchi qo'rin ekan bu, uchinchisiga harakatda. Qo'yib qo'ysan aga. Xo'p, 6 litr suti bor, tushov yo'q. Nargischa, bittami hammasi? Bo'g'ozchilikga ular. Yakka bo'g'oz. Savdosi qancha bo'ldi buni? 19. 19 million so'm 4 oylik bo'g'oz. Nechinchi qoringa? 4-chisiga 8 kurak. 8 kurak 4 oylik bo'g'oz 19 million so'm. Bunisicha? Bola G'unajinmi? Bola G'unajin. Pashta bolasini bo'ylar biri 10 ga plus keladi. Ona bola 30 million so'm savdosi bo'lyapti. Bo'g'ozmi bu? Ochib qo'yganmiz bo'g'oz. Qush, lekin buqa qo'yib qo'yilgan. Qirg'izistonning paroda bular. 30 million so'm ona bolaga savdosi bo'lyapti ekan, berilmagan variantlarida. Xudo xolasa nomerlarni qoldirib qo'yaman. Aloqaga chiqaverasizlar. Nar Shvednikini berishmadi. Nomer necha bu? Uchoviga bitta. 99lik. 430 37 96. Adres qayda? Zarkent Uzdek. Qaysini? Hozirgi kunda necha oylik bo'lasini o'zi? 10 litr suti bor ekan, hozir ham gap yo'q. Aloqaga chiqaverasiz. Rahmat, charchaman. Hop, endi keyingisini ko'ramiz. Bolasi buqa. 1.5 plus kelaveradi bolasi ham. Mol o'zi ham gavdali. Savdosi qancha bo'ldi buni aka? 45 million 500 mingga berilmadi. Bolasi buqa. Bolasi ham chiroyli narsa ekan bu. 4 kurak. Ikkinchi qorinmi shunda? Birinchisi tuqa yoki ikkinchisimi? Ikkinchisi qorinda, mana birinchi bola. Birinchi qorin, ikkinchisi qorinda. Hop, 4 kurak. Gap yo'q lekin. Sutichi suti? 5 litr. 5 litr suti ham bor ekan kamiga. Gap yo'q. 45 million 500 ming so'm savdosi bo'lib degan. Hop, tish to'tda, ikkinchi bola qorinda, bo'g'oz, yonidagi birinchisi bola buqa. Molni bo'ylar guruh 40 kam plus kelaveradi. Nomer ayting, qiziqqanlarga. 95, 77lik. 77lik. 015 31 95. Bu dehqonchilikmi, olib sotganchi? Uydagi ekan, dehqonning moli, sog'ib yurgan mollar ekan o'zlarini. Aloqa chiqaverasizlar. Rahmat, charchaman. Hop, endi keyingilardan ko'ramiz, mana shu bo'g'ozlardan, chekkadagilardan ko'raylikchi. Qudrat Uz. Qirg'iziston paroda. Savdosi qancha bo'ldi buni aka? Mana ikkovi. 51 million so'm jupaga. Shved. Qirg'iziston paroda. Necha oydan bo'g'oz bular? 5 oy, 8 oy. 5 oy ekan, mana birinchisiga 5 oy ekan. Jupaga 51 million so'm savdosi bo'lgan. Sifati yaxshi, yomon emas, Qirg'iziston paroda. Yaxshi ekan. Shaloq bo'lmagan. Meniki 8 oylik, jupaga 51 million so'm. Nechinchisiga bo'g'oz shunda bilan?
Nechinchisiga bo'g'ozmi? Bo'g'al. Nechinchisiga? Biladi? Ha, 3-sidir, 4-sidir. 8 tadan ekanda adamlar tishi. Tishini bilmayman. Ha, tishi 8 tadan ekan demak. Bo'g'oz. Moli bo'ylari ham 1.25 ga plus kelaveradi. Shvet. Keyingisi mana ular mo'ljalda rossiyskiy mana. Buni savdosi qancha bo'ldi mana? Bo'g'oz. Buniki kimdan aka bu? Legasi ham yo'q shekilli. Keyingisiga o'taveramiz mayli. Naqdiga qiziqaveramiz. Mana bu ikkovi ham bo'g'ozmi bu ikkovi ham? Savdosi qanchadan bo'ldi bularni? 26,5 deyishadi. Bunisini 26,5 million. Necha oylik bo'g'oz? 7 oydan o'tgan. 26,5 million so'm. 7 oydan o'tgan bo'g'ozimiz. Molimiz yaxshi, sifatlari, xudo xolasa. Shalog'i yo'q, oyoq qo'li butun. Buniki necha oylik? Bu ham 7 oy. Bunga qancha berishdi? Bunga 19 berishadi. 19 million so'm. Nechinchi qo'ringa bo'g'oz Bu shuni? birinchisiga, bu uchinchisiga bo'lsa kerak. Bu 3 bo'lsa kerak, lekin bu birinchisiga. 19 million so'm savdo bo'lyapti. Bu ham 7 oylik bo'g'oz. 7 oylik bo'g'oz 19 million so'm. Molimizni bo'lar 1.15 ga plus 1.20 ga kenalik kelib qoladi. Bu ham sizdanmi? Necha oylik? 7 oylik. 7 oylik. Unga qancha? 23 berishadi. 23 million. Hozir egasi yo'q deganimizda egasi bor ekan, 23 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Birinchisiga bo'g'oz bu. Bu qaysi moli? Kosonda. Kosonsoy. Nomeringizni qoldirib qo'yamiz, xudo xolasa aloqa chiqishaveradi. 230 97 lik 230 25 25 33. Aloqa chiqaverasizlar. Kosonsoy tumanidagi akamiz uylari. Lekin uni chiroyli bo'libdi. Puli sal arzon bo'libdi. Mol o'zi chiroyli ekan. Sifati. O'qiboshga gibrid ekan. Rahmat, charchaman. Endi keyingilardan ko'ramiz. Xudo xolasa. Bo'g'oz bilan katta bo'g'ozlardan bu. Sifati yaxshilardan, xudo xolasa. Savdosi qanchadan bo'ldi bular aka? Egasi kimdan? Kecha sotasan buni. Kiyik. Jami qancha? Qancha bo'ldi? 45. Necha oylik? 6 oylikka 45 million. Narigacha? 7,5 oy, 50 million kam bor. Kami qancha? 50 million so'm kam bor aytilyapti bular, ha. 45,5 berishibdi. 6 oydanga bo'g'oz aka ikkovi ham. Kiyik o'zi ham mol bor-ku, chiroyli. Ikkovi ham bir xil. Ana savdo. Hech qayerga yiqilmaydi. Ozgina pul. Ver Daniel. Yo'q, qilaman. Bu olib chiqaman. Bosh bilan chiqaman. Yengil yiqilsam mayli. Barakasini bersin. Keyingisini ko'ramiz. Oxirida yana bir to'liq obzorni qilib qo'yamiz. Savdosi qancha bo'ldi buni? 34 million so'm savdosi bo'libdi. Qirg'iziston paroda. Necha oylik bo'g'oz bu? Shvet. 10 kunlik. Oldi, ag'bag 10 kun. 10 kunlik nari berish deyishyapti. 34 million so'm savdosi bo'libdi. 3-chisini tug'adimi yo to'g'rimi? 3-chisi. Barakasini bersin, charchamang. 10 kun nari berish degan o'zi ham. Sifati yaxshi, lekin bo'limizda odam o'radi bir pasda. Hop, keyingisi ona bolaligini ko'ramiz. Savdosi qancha bo'ldi buni aka? Kimdan ekan bu? Savdosi qancha bo'ldi aka bu sizlardanmi? Ona bolalik, bolasi xonajin ekan. Hop, keyingisini ko'ramiz. Bu ham bo'g'oz ekan, moli zo'rli ekan. Qirg'iziston paroda bo'lish kerak. Qirg'iziston paroda. Tayyor tug'ishgan, xudo xolasa. Kelib qolibdi o'zi. Buni narxi qancha bo'ldi aka? 60,5 million qilishibdi. 60 million 500 ming so'm. Avlikolar bu? Yo'q, Turkiya o'zimiz toza qirg'iz shveddan mana ekan. Qirg'izistonning shvedlaridan. Birkes aka. Mana Qirg'iziston. Qirg'izistondan tushgan toza shved deyishyapti. 5 kek 60 million 500 ming so'm savdosi bo'libdi, berishmagan. 4 ishmi bu? 4 donich. Birinchi tug'ish. Buni sirasi to'g'ri qilinar ekan olgan odam ham. Do'stim o'g'li. Xudo xolasa 60 million 500 ming so'mga savdosi bo'lgan, berilmagan 60 millionga. Voy mashalloh. Ha bunisiga qancha bo'ldi? Bunisini 32 qilishibdi. Bolasi nechinchi qorin bu? Bu qonidagi 4-inchisi 7 oylik bo'g'oz. 7 oylik bo'g'oz. Bolasini o'z sotdigini 35 million. Qaysi bolasi? O, shu buqacha bola. O, chekkadagi buqami?
35 ga ketdimi? 35 milyon. Hozir ko'rsana buni. 35 millionga mana shu 33 qilishganini bolasini sotishdi ekan. O aka to'sib qoldilar. Hop. Qayramiz bilan bichakadan narxini 60 million so'mga, 60 million 500 ming so'm, 32 millionmi? Ha, 32 milyon. 32 million. 8 ta. 8 ta buton, xudo xolasa tishlari ham. Demak, ozgina bor bunga ham xayoli. Nomerni ayting. Nomeri Ömür 50'lik. 50 kodi bilan 477. 477 52 82. 52 82. Adres qayda? Yangi Qo'rg'onda. Yangi Qo'rg'on sentridami? Ha, sentrda. Mashalloh, mo'lla qarani. 60 million 500 ming. Kecha Begovoddagini qo'yganimni 51 millionni qo'yganim 55 millionga Andijonga sotildi. Rosa Instagramda shov bo'ldi. Bu 60 millionlik. Mashalloh, rahmat, charchaman. Keyingilarini ko'ramiz, xudo xolasa. Savdosi qanchadan bo'pti bularni? Bola buqa ekan mashinaka. Qirg'iziston paroda. Bu bolani. Egasi yo'q ekan. Limonni bor. Qaysini? Hali bo'zak. Oqqimi? Qancha bo'ldi puli buni? 24 million kam. 24 million kam bor. Aytiladi, Qirg'iz parodami bu? 7 oyligimi o'zi? Birinchi qo'ringa 7 oylik bo'g'oz ekan. Qirg'iziston paroda. Savdosi qancha qildi? 19,5 qilishdi. 19 million 500 mingga. Kuragi bormi yo yo'qmi? Kuragi yo'q, bo'zak. Kuragi yo'q hali. Bo'ldi, nomer ayting ehtiyot. 93lik. 598 598 77 22. Adres qayda? Begovodda ekan. Hop, Qirg'iziston paroda. Bu xonajinimiz birinchisiga bo'g'oz, hali kuragi ham yo'q ekan. Bo'ylar 120 atrofida chiqib qoladi, bo'zak hali. 7 oylik bo'g'oz ekan. Qachon tushdi bu? Kecha kelgan. Chiroyli narsa ekan, bo'y o'sib ketsa zo'r. O'zini rangi chiroyli ekan, xudo xolasa. Zo'r ko'rsatamiz. Buniga qancha bo'ldi? Bunikini bilmadingizmi? Sizdan emas, bilmadik narxini. Hop, keyingisini ko'ramiz. Mana yerdagi ona bolaliklarni. Zo'rlarni mana shu tarafga bekitib qo'yishadi. Buni savdosini bilmading ham qancha bo'lganini? Suti borda, yangi tug'ilgan bolasi tagida turibdi. Puli qancha bo'ldi buni? O, to'g'ridagi 30 million bo'ldi. Necha oylik ekan bu? 15 kunlik 30 millionga. Buni narxi qancha bo'lganini bilmadingizmi? Kimdan? Ha, egalar bilmayman dedilar-ku. Narx aytgilar kelmadi egalar. Mana Shvedchi yondaga. Mana Shved. Ha? Buni qancha bo'ldi? Bozor berganicha buniki. Shved. To'qoldi. 15 kunda. Qancha bo'ldi buni puli? Sotamiz. Qancha berdi bozor? Bozor 41 million. 41 millionga bermadinglar. Nomerlar, sen nomerni shundoq qo'yib ketaman, sotamiz mashina. Ayt nomeri. Ayt oğlum. 97'li. 255 19 oyda. 50 milyon kam bor aytilibdi. 41 millionmi da? 41 million. 41 millionga bozorda berilmagan. Nech o nima? Mana nech kerak bu? Kep qopta o'z bunga doğru qilish kerak, sirada shalog'iga. Mana ikizachiga qancha berishdi? 51 million. Ikkovi ham xunajin chiqilgan, yo nargis buqa ekan. Buqaga xunajin. Bo'g'on necha oylik? 3 oydan o'tgan 51 million so'm savdosi bo'lyapti ekan ikizachiga. Bollarning bo'ylari ham 1 metrga plyus kelaveradi. Hozir nomerga aloqaga chiqaverasizlar. 19 oy o'tdimi-da? Bo'ldi, aloqa chiqishaveradi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, endi sekin videoni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lishni esdan chiqazmanglar. Zarkan Chorra bozordamiz.